hozir ziyoratga ketyotgandik, bir narsa esimga tushib qoldi. Kecha $100 maydalatdim bu yerda. 372 real bo'ldi $100'imiz. 372 real oldim. Shu bilan sumkamni bitta yon-cho'nchagiga solib oldim. Keyin orada xonada kiyimlar almashtirayotganda sumkadan pasportimni telefonni oldimda, shuni olganimda boya bitta 100 reali 300 reallu 72 bo'ladi. 372 real bo'ladi hammasi $100'imiz. Shunda bitta 100 real chiqib, tapichkamning ichiga tushib qolgan ekan. Keyin men uni e'tibor ham bermadim. Shu bilan hamma narsamni soldim, ketdim. Nurtog'iga chiqdik. Oyoqlarim kiydim, hammasini kiydim, ketdik. Nurtog'iga chiqdik, chiqib yurib keldik. Kelib pastga tushganimizda yana telefonimni olaman deb qarasam, kashlogim o'sha sumkaning ichida. Pullarimni 100 reali kam. Nega 100 real kam deyman? Voy, odammi? Nega 100 real kam deyman? Qidirdim, hamma sumkalarni qidirdim, yo'q. Mayli, o'zi ehson qilmoqchi edim dedim. Mayli, endi Alloh ehson yo'lida o'tkazsin dedim. Uni siqilmadim ham, o'ylamadim. Xudodan shu chiqish kerak bo'lgan dedim. Bir mahal mehmonxonaga qaytib keldim. Oyog'imni shunday maqsimga yechay deb tapichkamni bunday yetsam, ichida tapichkan ichida 100 real turibdi-da. Doni qudratiga qaranglar. Men Nurtog'i necha kilometrga baland pastlikqa chiqib keldim-da, Rossiya ham chiqib keldim, qiynalib. Shubam qolmabdi, shu pulay o'zimga buyurgan ekan. O'zimga buyurgan ekan shu pul. Shunda tapichkam tegidan chiqib turibdi-da. Alhamdulillah, alhamdulillah. O'ziga behisob shukrlar bo'lsin Allohim. Allohim o'ziga behisob shukrlar bo'lsin. Buyurganiga behisob shukrlar bo'lsin Xudoyim. Hammani halol rizqlarini o'zi barakasini bersin. Halol rizqni Alloh hamisha o'zi ihsonlari bilan mukofotlab qo'yadi. Keyin bir narsa aytmoqchi edim. Bu yoqqa kelganda iloji boricha pulinglarni qizg'anmasdan o'zingizlar atanglar nech pulli bo'lsa ham atanglarda o'sha pulga ozgina xurmo olib, har kuni ozgina xurmo olib Ka'batullohda tarqatinglar. Eng katta ehson shu ekan. Domlalardan ham so'rab, pul tarqatgan yaxshimsa xurmo dedilar. Shunga Xudo xolasa endi nech pul atagan bo'lsangiz, mana o'zimcha atab qo'ydim. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa o'shalarga xurmo olib har kun tarqatib chiqaman.